Yaxşım sizler hanımlar, bugünkü dersimiz özgüce televizyon birleşigimiz aldı bilen asaslık materyallardan tanışıp öteyli. Aldı bilen televizyon giden materyallarımız güç, meyle koyu güç, kalı güç bolsun, yaqtırışanlar asasını terlisanlar buldu. Ondan bir tal kökmüş, bir tal kızılmış. Ondan yarım son piyaz, muşul halet terlisanlar buldu. Arkadan zira, tuz, tetit koyunu vecine. Ondan zeytin may, özana yaqtırgan, şu pıraqlı suma işlesanlar buldu. Arkadan İtalya uçup gidiyor. Asaslık materyalimiz şu hanımlar. Az bilen biz şu kökte türlü materyallarını toğru alımızda. Mana güç, kökmüş bilen kızılmış, son piyazlarını okşaş halatda kalem şekilde toğru alsanlar buldu. Endi biz bir sırlıq korumuzga muvafiq su qo'ygandan keyin sunun ichiga 2 qoshiq atrofida zaytun may quyib olib, buni aralashtirib o'tamiz. Qaranlık suyumuzun qaynab tayyor bo'lib qoldi. Endi biz tayyorlagan İtalya jüplerini mushkul holatda septirib pishirib olamiz hanımlar. İtalya jüpni bo'lib etmaymiz o'tirdiğinde. Bir tarafı yumshagandan keyin yana bir tarafini kirgizib pishirib olamiz. Mana hanımlar İtalya jüplerini pişip kaldı. Endi biz İtalya jüplerini muzdek suda çayqab o'tamiz mushkul holatda. Emdiki bosqichimiz bo'lsa biz qo'rishiq bosqichimiz hanımlar. Aldi bilan shu o'zanlarning qazniga muvofiq miqdorda may qo'yib olgandan keyin mayni qizitib olamiz. Siyrak mayda qo'rsanlar bo'ldi yoki shu oiladagi suv mayda qo'rsanlar bo'ldi. May qizigandan keyin to'g'rab tayyorlagan go'shtni silib, go'shtning suvi qichib, qizargan qadar qo'rib olamiz. Bir az qo'rlagandan keyin orqadan to'g'rab tayyorlagan so'ng piyozni silib, so'ng piyoz sarg'aygacha qo'rib olamiz hanımlar. Arkadan to'g'rab tayyorlagan kökmüş bilan qizilmushni, ondan muvofiq pomidor qiyami, arkadan zira, ondan tuz, arkadan tetit qo'yini vejinga. Shundan faqat shu baliq qo'shiqda kichik holatda solamiz. Buni sepib olgandan keyin bilan aralashtirib qo'yamiz. Pomidor qiyam bo'lmay qolib qolsa, to'g'rab olgan pomidorni silvasandan bo'ldimi? Buni to'g'rab oldik. Arqadan pishib tayyorlagan İtalya jüpini sepib aralashtiramiz. Chokolada cho'kit aralashtirsanlar bo'ldi yoki shu qisqichlar bor, pirani qiladigan shu xil asboblar bo'lsa, shuni aralashtirsanlarmi aplik bo'ladi hanımlar. Mana hanımla aralashtirib tayyorlab oldik. Arqadan biz ko'p temlik qilish uchun, ya'ni zirdan ko'proq holat qo'yamiz. Buni bir qos qo'yib oldik. Endi buni o'xshashdan aralashtirib o'tamiz. Mana hanımlar bir taxsa İtalya jüpi tayyor bo'ldi. Biz hamon oilasini amaliyot tamam tatbiq qilinglar. Bugungi darsimiz tamam.